Assalomu alaykum, hurmatli Dimet tizimi foydalanuvchilari. Bugun biz hamshira va katta hamshira tomonidan davolash kursini bajarish jarayoni bilan tanishamiz. Davolash kursini o'tkazish uchun tizimga katta hamshira yoki hamshira akkaunti orqali kiring. Davolash kursi bo'limiga o'ting. E'tibor bering, ro'yxatda faqat biz tizimga kirgan akkauntga tayinlangan hamshira yoki katta hamshira tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan davolash kurslari aks etadi. Kerakli davolash kursini topish usullari: bemorning familiya ism-sharifi bo'yicha, belgilangan kurs nomi bo'yicha, jarayon bo'yicha, tayinlangan shifokor bo'yicha va davr bo'yicha. Kerakli kursni toping va ko'rish tugmasini bosing. Ochilgan oynada dori vositalari va muolajalar kiritilgan batafsil ma'lumotlar aks etadi. E'tibor bering, davolash kursini faqat uning holati jarayonida bo'lsa bajarish mumkin. Bemorga dori vositasini berish jarayoni. Dori blokini oching. Ko'rish tugmasini bosib, qabul qilish usuli va izohlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Kerakli sana va vaqt ustunidagi tugmachani belgilang. Shundan so'ng quyidagi maydonlarni to'ldirish talab etiladi. Moliyalashtirish manbai, yuk xati raqami. Qavs ichida ushbu yuk xatiga tegishli mahsulot qoldig'i ko'rsatiladi. Yaroqlilik muddati va mahsulot seriyasi avtomatik to'ldiriladi. Barcha maydonlar to'ldirilgandan so'ng tasdiqlash tugmasini bosing. Agar omborda yetarli mahsulot bo'lsa, muvaffaqiyatli degan xabar paydo bo'ladi. Jadvalda bajarilganlik to'g'risida belgi qo'yiladi va ombordan tegishli miqdorda mahsulot hisobdan chiqariladi. Agar bemorga individual buyurtma asosida dori vositasi belgilangan bo'lsa va mahsulot ombordan hisobdan chiqarilmasa, qo'shimcha ma'lumot kiritish talab etilmaydi. Avtomatik ravishda bajarilgan belgilanadi. Agar bemorda allergik reaksiya kuzatilsa, allergik reaksiya maydonini belgilang. Shundan so'ng ushbu dori vositasi kelgusida bemorga berilmaydi. Bemorga muolaja o'tkazish jarayoni. Muolaja bo'limiga o'ting. Ko'rish tugmasini bosing. Muolaja o'tkazish usuli va izohlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Kerakli sana va vaqt ustunidagi tugmachani belgilang. Ochilgan havolada quyidagilarni to'ldiring. Moliyalashtirish manbai, yuk xati raqami. Qavs ichida ushbu yuk xatiga tegishli mahsulot qoldig'i ko'rsatiladi. Yaroqlilik muddati va mahsulot seriyasi avtomatik to'ldiriladi. Agar muolajaga bir nechta mahsulot biriktirilgan bo'lsa, ushbu amallarni har bir mahsulot uchun qaytarish kerak. Keyingi mahsulot ma'lumotlarini to'ldirish uchun o'ngga o'tish tugmasini bosish yoki havolaning pastki qismidagi navigatsiya paneli yordamida mahsulotlar o'rtasida o'tish mumkin. Barcha maydonlar to'ldirilgandan so'ng tasdiqlash tugmasini bosing. Agar omborda yetarli mahsulot bo'lsa, muvaffaqiyatli degan xabar chiqadi. Jadvalda bajarilganlik to'g'risida belgi qo'yiladi va ombordan tegishli miqdorda mahsulot hisobdan chiqariladi. Agar bemorga individual muolaja belgilangan bo'lsa va muolajadagi mahsulotlar ombordan hisobdan chiqarilmasa, qo'shimcha ma'lumot kiritish talab etilmaydi. Avtomatik ravishda bajarilgan belgilanadi. Barcha bajarilgan muolajalarni ko'rish. Barcha bajarilgan muolajalarni bajarilgan muolajalar bo'limida ko'rish mumkin. Ushbu bo'limni ochganda kerakli turdagi tayinlovni, dori vositasi yoki muolaja tanlaymiz. Bu yerda quyidagi ma'lumotlar aks etadi. Tayinlovni bajargan mutaxassis, tayinlov nomi, ishlatilgan mahsulot haqida ma'lumot, tayinlov vaqti va bajargan sana. Qo'shimcha sarf mahsulotlarini kiritish. Agar muolaja yoki dori vositasini qabul qilish jarayonida qo'shimcha sarf mahsulotlari ishlatilgan bo'lsa,
Ularni ham davolash kursiga kiritish va omborxona hisobidan chiqarish mumkin. Buning uchun sarf mahsulotlarini qo'shish tugmasini bosing. Mahsulot nomini kiriting. Moliyalashtirish manbaini ko'rsating. Yuk xati raqamini tanlang. Qavs ichida omborda qancha mahsulot borligi ko'rsatiladi. Yaroqlilik muddati va seriya raqami avtomatik to'ldiriladi. Ishlatilgan mahsulot miqdorini dozaga mos shaklda kiriting. Tasdiqlash tugmasini bosing. Agar omborda yetarlicha mahsulot bo'lsa va u muvaffaqiyatli hisobdan chiqarilgan bo'lsa, muvaffaqiyatli degan xabar chiqadi. Barcha sarflangan mahsulotlarni sarf mahsulotlari bo'limida ko'rish mumkin. Barcha tayinlovlar bajarilgandan so'ng yakunlash tugmasini o'ng yuqori burchakda bosing. Ochilgan oynada yakunlashni tasdiqlash so'raladi. E'tibor bering, yakunlash sanasi joriy sana bilan yakunlanadi va o'zgartirish imkoni bo'lmaydi. Davolash kursining holati yakunlanganga o'zgargandan so'ng unga hech qanday o'zgartirish kiritish yoki ilgari bajarilmagan kunlar uchun belgi qo'yish imkoni bo'lmaydi. Tabriklaymiz, siz hamshira yoki katta hamshira tomonidan davolash kursini bajarish jarayoni bilan muvaffaqiyatli tanishib chiqdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.